Buyuk kashfiyotlar, xususiyatlarning nasldan naslga o'tish qonuni. 19-asrning o'rtalarida hozirgi Chexiya hududida yashagan olim Gregor Mendel xususiyatlarning nasldan naslga o'tish qonunlarini aniqlashga qaratilgan bir qator tajribalarni o'tkazadi. U ilm-fanning ko'plab yo'nalishlariga katta qiziqish bilan qarardi. Tajribalar chog'ida Mendel turli navdagi no'xatlarni bir-biri bilan chatishtirdi. Nima uchun aynan no'xat tanlandi deysizmi? Mendelning o'zi bu savolga no'xatlar ustidagi tajribalar qiziqarli deya javob bergan. Olim yuza qismi silliq va burishgan no'xatlar chatishtirilganda faqat silliq no'xatlar paydo bo'lishini aniqladi. Vaholanki, u chatishtirish natijasida ikki xil no'xatning umumlashmasidan iborat yangi nav paydo bo'lishini kutgandi. Shundan so'ng Mendel paydo bo'lgan silliq no'xatni boshqa silliq no'xat bilan chatishtirdi. Ushbu tajriba yakunida esa yuza qismi silliq no'xatlar bilan birga yuza qismi burishgan no'xatlar olindi. Nega bunday bo'ldi? Buni qanday biologik mexanizm bilan izohlash mumkin? Mendel bu savolga javob topish maqsadida tajribalarni davom ettirdi. Kunlarning birida u ikkinchi avlod no'xatlari orasida burishgan no'xatlar soni qancha ekanligini sanab ko'rishga qaror qildi. Ma'lum bo'lishicha, ular olingan no'xat donalarining 4dan 1 qismini tashkil etar ekan. Mendel o'tkazgan tajribalar muhim omillarni yuzaga chiqardi. Olim no'xatlarni qanchalik chatishtirmasin, yashirin xususiyat ikkinchi avlodning 4dan 1 qismidagina o'zini namoyon etaverdi. Mendel uchun bu kashfiyot edi. U birinchi bo'lib xususiyatlarning nasldan naslga o'tishi 4ga 1 nisbatda bo'lishini aniqladi. Bu xususiyatlarning nasldan naslga o'tishini tartibga solib turuvchi tabiiy mexanizm edi. Shu tariqa Mendel genetika fani tarixidagi ilk buyuk kashfiyotni qildi. Nasldan naslga o'tgan har bir alomatni izohlovchi omillar bor. Ota-ona har bir alomatga bittadan omil qo'shadi. Demak, omillar ikkita, lekin ulardan bittasi kuchli mavqega ega bo'ladi. Bu esa nasldan naslga o'tgan omillar kombinatsiyasiga bog'liq degandi Mendel. U aytgan omillar keyinchalik genlar deb ataldi.